Assalomu alaykum meni hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga o'zimning gift konkursim haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Nima qilyapsan qizim bera? Qo'rqitib yubordingiz-ku amaki. Assalomu alaykum. Manga bersam 1 soatdan bersam to'xtab turib men mana 1 soatdan beri baqirasan, men bu yerda domdan eshitib kelyapman bacham. Gift konkursim haqida video olayotgandim. Nima konkurs? Gift konkurs Instagramda obunachi ko'paytirib bermoqchiman. Xalqqa foydali ish qilmoqchiman amaki. Ana berachalar buni video olaman deb buni. Eshitmaganmisiz? Axir buni arkasidan yaxshigina pul topsa bo'ladi-ku. Pul topsa bo'ladimi buni ketdi? Yosh kattalar ham hozir Instagramda o'zlarini rivojlantirib, yaxshigina natijalarga erishyapti. Pul, moshinlik bo'lishyapti. Qishlasizmi? Mana pensam pul bor edi mana 200 ming sanga. 200 ming menda zdachi yo'q-ku hozir amaki. Nima Bu qilay? 50 mingi ana shu berlay baqirib yurma, haymi? Umuman berlay baqirib yurmagin. Bo'pti. Mingta kelmasa qara lekin. Xo'p. Men ko'rib olaman bitta. Mana yana bitta homiylik ham bo'ldi. Endi pastroq gapirishimiz kerak. Yana do'stlarning kayfi ketib qolmasin, sizlar ham homiy bo'lishga ulgurib qolinglar. Xo'sh, yangi yilga Qorbobodan nima sovg'a oldingiz? Kelinglar, bugun men Qorbobodan nima sovg'alar olganimni birgalikda unpacking qilamiz. Hozir kisamdaydi ko'rsataman sizlarga. Vot mana. Bilamanki sizlar ham Qorbobodan hech qanaqangi sovg'a olganingiz yo'q, lekin menda sizlarga atab qo'ygan ajoyib sovg'ali gift konkurs bor. Bunda siz 1000 tadan 3000 tagacha jonli obunachiga ega bo'lishingiz, o'zingizning shaxsiy biznesingiz yoki Instagram profilingizni yanada rivojlantirib olishingiz mumkin. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, narxlarimiz skidka narxida. Atiga 150 ming so'm. Agarda kim jonli obunachiga ega bo'lmoqchi bo'lsa, bemalol Shahina Rek profilimga yozilishingiz mumkin. O'sha yerda batafsil qolgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Assalomu alaykum, mana hurmatli kuzatuvchilarim. Mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning chiroyli tabriklaridan so'ng yangi yilni ham birgalikda qarshi oldik. Bundan juda ham xursandman. Avvalambor barchalaringizga sihat, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, totuvlik tilab qolaman. Mana shunday mustaqil va tinch O'zbekistonimizda baxtli va tekin sochinlikda yashash barchamizga nasib qilsin. Menda 2025-yil judayam ijobiy va yaxshi xotiralar bilan o'tdi desam ham bo'ladi. Sizlarga o'xshagan, meni tushunadigan, meni doim qo'llab-quvvatlaydigan, menga doim siz hali hammasiga erishasiz deb podishka bergan auditoriyamga avvalambor kattakon rahmatlarimni aytmoqchiman va undan so'ng o'zimning yaqinlarimga, oila a'zolarimga 2025-yil o'ziga yarasha qiyinchiliklariga ham boy bo'ldi. Ayniqsa katta auditoriyaga ega bo'lgandan so'ng insonlarning har xil noto'g'ri fikrlari bilan kurashish bu men uchun eng qiyin jarayon bo'ldi deb hisoblasam bo'ladi. Va lekin o'zimga yarasha men uchun qadrli bo'lgan insonlarni ham topdim deya olaman va 2026-yilda men o'zimning shaxsiy hayotim va shaxsiy biznesimni yo'lga qo'yishga asosiy e'tiborimni qaratmoqchiman. Nasib bo'lsa 20-iyulda tug'ilgan kunim. O'shanga qadar 500 mingdan oshishimizni niyat qilib qo'yganman. Bu uchun sizlarning yordamlaringiz menga juda ham kerak bo'ladi, chunki men eng ishongan, eng suyangan, eng har taraflama o'zimni fikrlarimni, o'zimni istaklarimni ayta oladigan insonlar bu meni Instagramdagi oilam, ya'ni auditoriyam. Sizlar bilan men Shahina G'ulomova bo'ldim va bundan keyingi rejalarimni ham aynan sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringiz orqali amalga oshiraman, Xudo xohlasa. Iloyim bayramni yaxshi o'tkazinglar. Sizlarga ham mana shunday yaxshi natijalarga erishish, qadrdonlar davrasida bo'lish, insonlar e'tirofida bo'lish nasib qilsin.